Ekologik muammolar ham bu yerda hisobga olinishi kerak. Endi aholining turmush darajasining oshishi to'g'ridan to'g'ri elektr energiyaning mavjudligi bilan bog'liq. Chas pik vaqtlar, ya'ni tig'iz vaqtlar deymiz o'zbekchasida. 2-3 sent atrofida masalan 15 yillik, 25 yillik kontraktlar tuzadi. Andijon viloyati, Buxoro, Navoiy, Toshkent shahar, Toshkent viloyatlarida 1 megavat va undan ortiq bo'lgan o'nlab stansiyalarni ishga tushirdik. O'tin yoqmaydi, ko'mir yoqmaydi, hidi chiqmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz O'zbekistonda energetik muammolar to'g'risida tahliliy suhbat olib boramiz. O'zbekiston Respublikasida energetika sohasidagi asosiy muammolar tizimning eskirishi, energiya samaradorligining pastligi va ekologik xavflar bilan bog'liq. Asosiy muammolar qatorida an'anaviy uglevodorod manbalariga, ya'ni ko'mir, gaz haddan tashqari qarammiz masalan. Infratuzilmaning eskirganligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishda qiyinchiliklarga hamda energiyani tejash texnologiyalarining yetishmasligi kiradi. Infratuzilmaning eskirishi deganda o'sha elektr tarmoqlari bor, 500 kilovoltlik, 220 kilovoltlik, 110 kilovoltlik, tumandan tumanga, viloyatdan viloyatga, gidroelektrostansiyadan iste'molchigacha bo'lgan liniyalar, transformatorlar, podstansiyalar, issiqlik elektr stansiyalarining uzoq muddat ishlatilishi natijasida energiya yo'qotishlarining yuqoriligi, masalan, Jahon bankining ma'lumotlariga qaraganda 20% dan yuqori ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Energiya yo'qotishimiz shuni orqasidan. Xo'p, ikkinchi masala energiya samaradorligining pastligi. Ishlab chiqarish va maishiy sektorda energiyadan oqilona foydalanmaslik. Energiya tejamkor texnologiyalarning to'liq joriy etilmaganligi. Undan keyingisi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish. Asosiy O'zbekistonga quyosh va shamol energetikasi, undan tashqari gidroenergetika masalan juda ham dolzarb hisoblanadi. Moslashuvchan tarmoqlar va energiyani saqlash tizimlarining akkumulyatorlarining yetishmasligi. Ya'ni bugungi kunda trendga chiqdi o'sha akkumulyator, batareya saqlash tizimi. Chas pik vaqtlar, ya'ni tig'iz vaqtlar deymiz o'zbekchasida. Masalan, kechqurun soat 5 dan boshlanadi 8 gacha. Juda ko'p xonadonlarda gaz yetishib bormagan xonadonlarda yuklama 2 karra, 3 karra oshadi. O'shanda o'sha infratuzilmalar o'zidan yuqori yuklama bilan ishlar ekan masalan. Toshkentda tahlil qilindi, 207 ta transformator yozda va qishda tig'iz vaqtida o'zidan 2 barobar yuklama bilan ishlash kuzatilgan. Ekologik muammolar ham bu yerda hisobga olinishi kerak. Endi bir tomondan 4 milliondan ortiq avtomobillarning dutuni orqali chiqayotgan chiqindilar, ikkinchi tomondan 800 ga yaqin korxonalarning chiqayotgan chiqindilari O'zbekiston havosining ifloslanishiga qo'shimcha bosim o'tkazyapti. Bugungi kunda ko'p davlatlarda hattoki ko'mirdan elektr energiya ishlab chiqarish balansni ushlab turish uchun ishlatilyapti. Hattoki Xitoyda olib qaraydigan bo'lsak, shunchalik ulkan davlat juda ko'p o'sha atom elektr stansiyalari mavjud bo'lishiga qaramasdan 20 dan ziyod yangi atom elektr stansiya loyihalarini boshlab yubordi. Necha terralab o'sha quyosh fotoelektr stansiyalar bo'lishiga qaramasdan to'xtatmasdan energetika loyihalarini elektr ila ishlab chiqarishni davom ettirib bormoqda. O'ylaymizki, xuddi shunday O'zbekistonda ham buni hali kamida 3-4 karraga oshirish rejasida ishlash yaxshi. Ba'zi nimalarda ko'rib qoldik, o'sha ommaviy axborotlarda ba'zi insonlar tarafidan bizlarda liniyalarimiz to'lib qoldi, mana shunchalik qurdik degan gaplar bo'ldi, lekin biz tahlil qilib qarasak, yiliga agar 100 ming dona elektromobil ko'payganda, 30 milliard kamida boshlang'ich loyiha yangi Toshkent qurilganda, oxirgi 8 yilda sanoat sohamizning karrasiga o'sishi, yangi liniyalarning mana bu 25-26-yillarda pusk bo'lishi o'sha juda katta energiya talab qiladi. Demak, biz o'zimizda gazimiz yetishmasa nima qilishimiz kerak? Gazdan elektr energiya chiqarish bor bizda O'zbekistonda. Qaram deb aytdik-ku boya. O'sha ko'mirga, gazga ko'proq qaram, o'sha uglevodorod qoldiqlariga, zaharlariga deymiz. Bizda sharoitimiz bor, cho'llarimiz ko'p, bepoyon yerlarimiz bor. Nima qilishimiz mumkin? Ko'proq investitsiyalarni jalb qilib,
qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilishsa ko'proq o'zi jozibador loyiha hisoblanadi. Mana nimalarda ko'rgandik, yirik stansiyalar bor, mana 500 megavatlik, mana Mazdar qurgan, Avka Powerlar qurgan, o'sha Kunuzda, boshqa joylarda chiquvdi. 3 sent atrofida, 2-3 sent atrofida masalan 15 yillik, 25 yillik kontraktlar tuzadi. Bu degani baribir bizning milliy iqtisodiyotimizga ham foydali. Elektr tarmoq, hududiy tarmoqlarimizga ham, energiya savdoga ham, undan chiqib keladigan soliq tushumlariga ham foydali bo'ladi. Tasavvur qiling, gazning bugungi kunda Toshkent mana poytaxt bo'lishiga qaramasdan metan gaz zapravkalarida navbatlar bor. Gaz ba'zi kunlarda tarqatilmay qolyapti. Ya'ni yo'q gazdan nisbatan qimmatroq bo'lsa ham uzluksiz gaz ta'minlanishi bu yalpi ichki mahsulotning ko'payishiga olib keladi. Siz hisoblab ko'rsangiz, butun mana 2-3 kundan beri yo'llarimizda avtomobil siyrak bo'lib qoldi. Masalan, tirbandlik yo'qoldi birdaniga. Bu bir hisobdan yaxshi ko'ringani bilan, lekin o'sha hayot davom etishi kerak, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish o'z yo'lida hisob-kitob ketish kerak masalan. O'sha yo'q gazdan ko'ra o'sha nima qilish, chetdan import qilib turib, qimmatroq bo'lsa ham o'sha gazning uzluksiz ta'minlanishi yaxshiroq hisoblanadi. Masalan, O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlari mana Rossiya, Yevropa davlatlariga biz bilamiz, o'sha pomidorlar 3 dollargacha rosa eksport qilinardi. Bugungi kunda pomidor, bodringlar bizga qayerdan kelyapti? Qo'shni respublikalardan o'zimizning iste'molimizga kelyapti. Bizlarga milliardlab dollarni masalan shunchalik qiynalib, jalb qilib iqtisodiyotimizni rivojlantirish uchun xarajat qilinyapti. Uning bir qismi iste'mol fondiga ham ketishiga sababchi bo'lyapti. Shuning uchun ham gaz tanqis bo'lsa, demak gazni o'rnini bosuvchi energetika manbalari bor. Qayta tiklanuvchi deganda tugab qolmaydigan resurslar hisoblanadi. Gaz resursi nima bo'lishi mumkin? Tugashi mumkin. Ko'mir resursi, neft resurslar tugashi mumkin, lekin qayta tiklanuvchi bu suv. Doim oqib turibdimi? Demak, qayta tiklanuvchi. Quyosh doim bormi? Quyoshdan energiya olishimiz mumkin. Shamoldan, demak bu qayta tiklanuvchi energiyalarni kengroq joriy qilish uchun harakatlarimiz bo'lishi kerak. 2025-yilda quyosh elektr stansiyalarini xususiy sektorlarda joriy etilishi juda yaxshi natijalar berdi. Shaxsan bizning kompaniyamiz Andijon viloyati, Buxoro, Navoiy, Toshkent shahar, Toshkent viloyatlarida 1 megavat va undan ortiq bo'lgan o'nlab stansiyalarni ishga tushirdik. Lekin bugungi kunda mana 2026-yilda dunyo bazasida, dunyo bo'yicha quyosh panellarining narxi keskin oshib ketdi. Mana bitta misol beramiz. Biz dekabr oyida 20 megavat kontraktimiz bor edi. Bugun 50 megavatga kontrakt oldik. 34% narx oshgan holda. Chunki quyosh panellarini ishlab chiqarish xom ashyolari keskin oshishi sababli bugungi kunda barcha zavodlarda mana shunday 34% gacha bo'lgan narxlar oshishi kuzatilyapti. Misning narxi oshishi, kumushning narxi oshishi, kremniyning narxlari oshishi oqibatida mana shunday narxlar oshishi kuzatilyapti. Savol bo'lishi mumkin, bu 34% quyosh panelining oshishi, demak quyosh panellarini, stansiyalarini o'rnatilishiga keskin zarba beradi-ku deb savol berishsa, biz boshqacha yondashamiz bunga. 34% panelning oshishi umumiy stansiyada 20% narxining oshishiga sabab bo'ladi. Oldingi intervyularimizda aytgan edik, quyosh panelini qo'ysangiz 26 oyda to'liq o'zini amortizatsiya qiladi. Endi bugungi kunda narxiga qo'yadigan bo'lsangiz, bor yo'g'i shu 3,5 yilda, demak nima bo'ladi? 40 oyda 35 oydan 40 oygacha o'zini amortizatsiya qiladi. Ya'ni hozir ham jozibador. Hozir ham jozibador hisoblanadi. O'sha dekabr oyidagi intervyumizda aytuvdikki, demak kattaroq megavat qo'yadiganlar shoshilishsin deb. Chunki aniq edi, sentyabrda aniq edi, o'sha ombordagi tovarlar dekabrda tugab qolib, mana yangi narxlar bilan sotishlar boshlandi. Aholining turmush darajasining oshishi to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyaning mavjudligi bilan bog'liq. Chunki komfortda yashash, yaxshi turmush darajada yashash bu uzluksiz, sifatli elektr energiyaning mavjudligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Masalan, statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak,
2000-yilda har bir energiyadan foydalanuvchi fuqaro 113 kilovat iste'mol qilgan bo'lsa, bugungi kunda har bir fuqaroga 200 kilovatdan yuqori iste'mol to'g'ri kelyapti. Masalan, viloyatlarda gaz, o'sha tabiiy gazni yetib bormagan hududlarda kecha ham kelishdi o'sha viloyatlardan, Namanganda yashar ekanlar. Uylariga o'sha issiq pol bor, issiq polni qilganlar, tent bilan qilganlar. O'sha kamida 5 kilovat, 7 kilovat uzluksiz elektr energiya ta'minoti bor, lekin qulaylik. O'tin yoqmaydi, ko'mir yoqmaydi, hidi chiqmaydi. Ancha qulaylik, faqat o'shanga yarasha daromad kerak. Bitta oddiy qishloq uyini isitish uchun bugungi kunda hisobladik 5 million so'm kamida oyiga pul ketadi. 5 million so'm ortiqcha pulingiz bo'lsa, komfortga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, nima? Turmush darajasining yuqori bo'lishi to'g'ridan to'g'ri energiyaning mavjudligiga bog'liq bo'lyapti. Ikkinchidan, tabiiy gazni issiqlik manbai sifatida foydalangandan ko'ra uni elektr energiyaga aylantirib yoki uni necha xil mahsulotlarga aylantirib qayta ishlash O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotini oshishiga olib keladi. Demak, o'sha elektr energiyaning tannarxini tushirish bu yerda asosiy maqsad bo'lib qolyapti. Chunki korxonalarimiz dunyo bozoriga eksport mahsulotlarini taqdim qilishda raqobatbardosh bo'lishi uchun bir qancha ishlab chiqarish omillarini optimizatsiya qilishiga to'g'ri keladi. Ulardan eng asosiysi bugungi kunda energiya manbalari. Energiya manbasi bu elektr energiya, gaz va shunga o'xshash xomashyolar. Energetik mustaqillik bu faqatgina davlatning vazifasi emas. Energetik mustaqillik korxona misolida, xonadon kesimida har bir individ nima qilishi kerak? Energetik mustaqillikka erishishga haqqi bor va imkoniyati bor bugungi kunda. Biz kompaniyamiz Arif Solar kompaniyasi sizga o'sha energetik mustaqil bo'lishingizga yordamchi bo'lib hamkorlik qilishga tayyormiz. Bizning Arif Solar jamoasi har bir tomda yashil energiya bo'lishini xohlaymiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiringizlar.